Kuyib ketgandan keyin ham Svetani uydan chiqsa, itdek otib tashlayman. Voy jallod! O'zim! Ketgan ketar men shu yerda. Mana, mashrabim 3 kundan beri uyda. Mashrabim, Ha? ko'chaga chiqmaysizmi? Yo'q, men hal qiladigan ishim ko'p. Bolalar ishim kerak, chaylar bor, hali ko'p hal ish. Tinchlikmikan? Mashrabim, to'chida ko'chaga chiqmaysizmi? Yo'q, uyda qara rasm olib ketganmi? Kim qiladi shuni? Bir gap bor. Tinchlikmikan? Mashrabim, yuring ko'chaga chiqib tuz olib kelamiz. Yo'q, hali kanarini aylantirishim kerak, ovqat qilishim kerak. Bor o'zing olib kel do'kondan. Aniq tinchlikmas. Svetani uyga borishim kerak. Продается. Endi Sveta yo'q. Mashrabimdan bekor gumon qilman. Mashrabim ham ovqat pishib qolgandir. Voy, tuz olaman. Qo'shninikidan olaman. Ты наш находитель, если женой. Voy zappa. Mana, mashrabimga MChesdan popsik gidib degan SMS keldi. Hech o'tayotgan telefonga tegilmadi ha. Qarab tursan, mana ko'rasan. Qarab turgansan. Mashrabim vaziyatdan chiqish uchun fortishga qidiryapti. Voy, buvimdan qolgan vazani sindirdi. Endi men mashrabimni buvsinikiga baza olgani boraman. Mana, mashrabimni buvsini Kiberxom do'koniga keldik. Dadam tirik bo'lganlarida shunaqa bo'lmasdi-da. Aytdim olib kelaman, bujon. Mashrabim, mana buni ham olaylik. Mashrabim buvsini do'kondan 56 ta baza olib berdi. Rahmat mashrabim. Yoshligimda quymoqlar qilib berardi-da bujon. O'tgan safargidagi bo'lmaydi. Mashrab aka, o'sha kungi adresi Fayzobod 76. Yo'q, Parkenskiy 219. Fayzobodda Sveta turadi. Yana zapal. Nima kerak bor shu narsani? Taqallating. Mana, mashrabim ertalab saylovga ketgandan beri uyga kelgani yo'q. Svetani uydaligini yurt biladi. Mashrabim Svetani tomidan maymun bo'lib yuribdi. Aka serga keldi, qoch, moli qoch. Plus. Svetani akasidan oldin mashrabimni o'zim tutib oldim. Esingdami, birinchi uchrashganimiz, Lali? Nima jazo bersamikin-a? Butilka bilan mashrabim boshiga urib, xotirasini yo'qotib tashladim. Endi Svetani urib, xotirasini yo'qotmoqchiman. Voy. Здравствуйте. Здравствуйте. Alaykum, здравствуйте. Voy, maskirovka. O'ldiraman.